Olamlarning Parvardigori Allohga hamd va sano bo'lsin. U mehribon va rahimli, hamda hisob-kitob kunining yolg'iz egasidir. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qil. O'zing ne'mat berganlarning yo'liga boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlarning yoki adashganlarning yo'liga emas. Bu so'zlar Qur'oni Karimni ochib beruvchi Fotiha surasiga tegishli edi. Luizianadagi musulmon talabalar birlashmasi va Baton Rouge Islom markazi nomidan bugungi ma'ruzamizga xush kelibsiz deyman. Bugungi ma'ruzamiz Muhammad alayhissalom Bibliyada sarlavhasi ostida birodarimiz Jimmy Swaggartga javob tariqasida o'tkaziladi. Barchangizga tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Buni albatta qadrlaymiz. Shuningdek, ma'ruzani boshlashdan oldin voizimiz haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. U inson qiyosiy dinshunoslik bo'yicha olim hamda Janubiy Afrikaning Durban shahridagi Islom targ'ibot markazi direktori. Uzoq vaqtdan beri musulmonlar jamoasi bilan birga ishlab kelmoqda va Masih islomda Bibliya Xudoning kalomimi? Bibliya Muhammad alayhissalom haqida nima deydi? Islomning irqiy muammolariga javobi va Al-Qur'on eng buyuk mo'jiza kabi bir qancha kitoblar muallifi. Shunday qilib, bugungi ma'ruza notig'i birodarimiz Ahmad Didatni taklif qilamiz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Mr. Chairman and my dear brothers. Janob boshlovchi, qadrdon birodar va opa-singillarim. Bugungi ma'ruzamiz kuni kecha bo'lib o'tgan zibat mavzusiga bag'ishlanadi. Ya'ni Muhammad alayhissalom Bibliyada sarlavhasi ostida do'stimiz janob Jimmy Swaggartga javob tarzida bo'lib o'tadi. O'sha kuni savol-javob rukunida kimdir Swaggartga Muhammad sallallohu alayhi va sallam Bibliyada eslatib o'tilganmi deya savol bergandi. Birodarimiz Swaggart esa o'zining o'rgangan bilim va tushunchalaridan kelib chiqib aytgandiki, ko'p dinlar va e'tiqodlar o'zi haqida Bibliyadan nimalardir topishga harakat qiladi. Shuningdek, Qur'on ham u Hazrati Muhammad Bibliyada bashorat qilingan deya da'vo qiladi. Ammo Muhammad eski ahdda eslatilmagan. U yo'q, Muhammad haqida Bibliyada hech nima yo'q dedi. Agar o'sha yerda bo'lgan bo'lsangiz, zibat formati esingizdadir. Savollar notiqlarga birma-bir berilgandi. Ya'ni bir Didatga, bir Swaggartga, bir Didatga, bir Swaggartga va ular ham shu tarzda savollarga javob berishi kerak edi. Ya'ni u vaqtda u bilan bahslashish o'rni emasdi. Esingizdami? Shuning uchun ham men unga kechirasiz, bunga qarang, bu yerda nimadir deyilgan-ku deya bahslashib ketish imkonim bo'lmadi. Mana shuning uchun ham birodar Swaggartning Muhammad haqida Bibliyada hech narsa yo'q degan bayonotiga hozir javob beryapman. O'sha kuni imkonim bo'lmagandi, ammo bugun yanada kattaroq auditoriya qarshisida javob beryapman. Bu ma'ruza yozib olinayotgani sabab birodar Swaggartga ham gaplarim yetib borishiga umid qilaman. Swaggartni o'z kolleji jamoasida ko'rgandim va bugun aytadigan barcha gaplarim unga yetib borishiga umid qilaman va duo qilaman.
Men Svegertni ham, ayoli Fransisni ham qattiq hurmat qilaman. Bu juftlik bilan o'sha kungi debatdan biroz oldin tanishgandim. Ularning ishtiroki meni qoniqtirdi va ular ham mendan qoniqqandek ko'rindi. Ajoyib, juda samimiy insonlar. Bugun ertalab bir insonga aytgandim. Agar dinda maftunkorlikning o'zi yetarli bo'lganida edi, men allaqachon masihiy bo'lardim. To'g'ri, bu dinda maftunkorlik bor, ammo teologiya, ya'ni Xudo haqidagi tushunchalar to'g'ri emas. Ammo ular maftunkor odamlar. Ikkisiga ham tahsinlar aytaman. Bu mavzu haqida oldin ham gapirgan edim. Dastlab Bibliya Muhammad alayhissalom haqida nima deydi mavzusini ko'targanimda boshida men Muhammad sallallohu alayhi va sallam Bibliyada ismi bilan eslatilganligini bilmasdim. Keyin u zotning Bibliyada aniq ismi bilan eslatilganligini ko'rdim. Aniq ismi bilan. U menga qayerda eslatilgan dedi. Aslida Svegert Bibliyani son sanoqsiz marta o'qib chiqqanini aytgandi. O'z kitobida ham buni aytgan. Men Bibliyani juda ko'p marta o'qiganman. Shuningdek, mendanda bilimliroq bo'lgan qancha olim ham ibroniychani, ham grekchani tushunib, anglab bu kitobni o'qigan. Bibliyani shu qadar ko'p o'qigan bo'lsa-da, bu ismni ko'rmagan ekan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Yaxshilab e'tibor bering. Muhammad alayhissalom xristian ulamolarining ta'rifiga ko'ra, ibroniy tilida mukammal saqlanib qolgan asl eski ahd qo'lyozmalarida aniq ismi bilan eslatilgan. Bilamizki, yangi ahd grek tilida yetib kelgan. Grek tilida. Eski ahd Qo'shiqlar kitobi 5-bob 16-oyatda ibroniy tilida bunday jumlalar keladi. Adashmasam. Svegert ibroniy va grek tillarini bilaman degandi. Unda buni ham o'qigan deb umid qilaman. Ibroniy tilida shunday deyiladi. Qo'shiqlar kitobi 5-bob 16-oyat. Muhammadim, ya'ni Muhammad va im. Bu yerdagi im qo'shimchasi ibroniychada ko'plik hamda hurmatni ifodalaydi. Bilamizki, Bibliyada Ibtido kitobi 1-bob 1-oyatda aytiladi. Xudo azalda osmon bilan yerni yaratdi. Xudo so'zi ibroniychada Elohim bo'ladi. Ibroniy tilida el so'zi ham Xudo, Elah so'zi ham Xudo bo'ladi. Elohim so'zi esa Xudo so'zining ko'plik shakli bo'lishi bilan birga hurmat, ehtiromni ziyoda qilish uchun ham ishlatiladi. Barcha sharqiy tillarda, ayniqsa arab va ibroniy tilida ko'plikning ikki turi mavjud. Mening o'z ona tilimda ham ikki xil ko'plik bor. Urdu tilida ham ikki xil ko'plik bor. Hurmat hamda son jihatidan ko'plik. Shuningdek, Qur'onda ham xuddi shunday narsani ko'rishimiz mumkin. Alloh aytadi: Zikrni biz o'zimiz nozil qildik va uni o'zimiz himoya qilamiz. Bu yerdagi biz kim? Sizlarga savol. Alloh, Jabroil va Muhammadmi xuddi ota, o'g'il va muqaddas ruh kabi? Yo'q. Unda bu yerda nima deyilmoqda? Qur'onda Qul huvallohu ahad, ya'ni ayt, u Alloh yagonadir deyilgan. Hech bir arab masihiysi musulmonlardan bu yerda kelgan biz so'zi kim deb savol so'ramaydi. Chunki u o'z tilida ikki xil ko'plik borligini yaxshi biladi. Hurmat hamda son jihatidan ko'plik. Bu yerdagi biz so'zi oliylik, podshohlikka urg'u beradi. Bilsangiz, qirolichalar ham biz farmon berdik deydi. Bu yerdagi biz uning eri yoki o'g'li emas.
Yo'q. Faqat uning o'zi, ammo qirollarga xos tarzda biz deb gapiradi. Shunday ekan, Elohim so'zi ham ko'plik degani. El bu Xudo, Elah ham Xudo. Elohim so'zi esa hurmat yuzasidan yagona Xudo degani. Ammo Masihiy do'stlarimiz muqaddas uchlikni isbotlashga uringanida Qodir Xudoni 3 ta shaxsiyat deydi. Muqaddas uchlik 3 ta shaxsiyat deydi. Va biz so'zi Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh degani. Chunki u ko'plikda deyishadi. Ha, bu ko'plikni bildiradi. Agar biz so'zi haqiqatda son jihatidan ko'p xudolarni bildiradi desak, unda xudolar deb tarjima qilish kerak bo'ladi. E'tibor bering, yer yuzida minglagan versiyalar ichida bir dona ham Bibliyada azalda xudolar osmonlar va yerni yaratdi deyilmadi. Ammo nega buncha noinsofsizlar? Biz so'zi ko'plikni anglatarkan, nega xudolar azalda osmonlar va yerni yaratdi demaysizlar? Agar ko'plik bo'lsa, xudolar deng. Azalda Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh bor edi va ular birgalikda osmonlar va yerni yaratdi deng. Yo'q. Har qanday yahuddan im qo'shimchasi haqida so'rang, u ham bu qo'shimcha mening tilimda hurmat jihatidan ko'plikni bildiradi. Xudo asli bitta, ammo hurmat va oliylik yuzasidan biz deydi deb aytadi. Muhammadim so'zidagi im qo'shimchasi ham hurmatni anglatadi. Mana shu so'z ular hozirda da'vo qilayotgan Ibroniy tilidagi asl qo'lyozmada haligacha mavjud. Ammo ular bu so'zni har jihatdan maftunkor deb tarjima qildi. Mana shu mening sevgilim deydi Sulaymon. Har jihatdan maftunkor so'zlarini o'qirkansiz, uni hech qachon Muhammad so'zi bilan bog'lay olmaysiz. Ming martalab har jihatdan maftunkor deb o'qing, ammo asl maqtalgan ma'nosini topa olmaysiz. Muhammad maqtalgan degani, lekin maqtalgan deyverish bilan ham Muhammad alayhissalomga borib bo'lmaydi. Garchi Muhammad so'zi maqtalgan ma'nosini anglatsa ham, sizlarning inson ismini tarjima qilishga haqqingiz yo'q edi. Hech kimni. Ismlar o'z holicha qolishi kerak edi. Janob Blackmi? Janob Black, garchi oq tanli bo'lsa ham. Yevropalik bo'ladimi? Kavkazlikmi? Uni janob Asvad deya olmaysiz. Hech qachon uning ismini arab tiliga tarjima qilib, janob Asvad deya olmaysiz. U janob Black yoki janob Qora ham deya olmaysiz. Chunki insonlarning ismini tarjima qilishga haqqingiz yo'q. Bir vaqtlar Janubiy Afrikaning Munir Svat degan prezidenti bo'lardi. Munir bu janob, Svat esa qora degani. Ya'ni tarjima qilinsa janob qora bo'ladi. Uning afrikalik ekanligini bildirib turuvchi Svat so'zi qolishi kerak. Agar uni ingliz tilida Mr. Black desam, uni ingliz ekan deb o'ylaysiz. Agar uni janob qora desam, yana bir boshqa davlatdan ekan deysiz. Tushunyapsizmi? Agar uni Zulu tiliga tarjima qilsam, Numza Mnyama bo'ladi. Bu ham janob qora degani. Insonlarning ismini tarjima qilishga umuman haqqingiz yo'q edi. Lekin ular Muhammadim so'zini har jihatdan maftunkor deb tarjima qilishdi. Lekin Muhammad so'zi asl Ibroniy qo'lyozmada haligacha mavjud. Endi rahmat. Yana aytishim kerakki, bu kasallik Bibliya tarjimonlari orasida ham juda ommalashdi. Ayniqsa Bibliyani tarjima qilishda masihiylikda keng ommalashdi. Chunki ular ismlarni tarjima qilishyapti. Misol uchun, Masaya so'zini olaylik. Iso haqiqatda bashorat qilingan Masaya, ya'ni Masih edi. Bu ibroniycha so'z. Arabchada esa Masih bo'ladi. Ammo ingliz tiliga Christ deb tarjima qilindi. Bu nima degan gap? Uni qanday qilib Christ deysiz? Bilasizmi? Masaya yoki Masih so'zlari silamoq, artmoq degan ma'noni bildiradi. Ma'lumki, biz musulmonlar namoz o'qishdan avval tahorat qilamiz va tahoratning bir qismida ikki qo'l, og'iz, yuz va qo'llarimizni chig'anog'i bilan yuvganimizdan so'ng qo'limizni namlab, bu ko'rinishda masx tortamiz, ya'ni artamiz.
Barcha musulmonlar shunday qiladi. 5 vaqt namoz o'qiydigan har qanday musulmon shu ishni qiladi. Har safar yuqoridagi barcha amal qilinganidan so'ng qo'limizni namlab, bunday va bunday qilib artamiz. Buni nima deymiz? Masah. Uni masah deymiz. Bu so'z ibroniy tilidan kirib kelgan bo'lib, arabchada ham, ibroniychada ham artish, silash va ishqalash ma'nolarini bildiradi. Hamda shu ishni qilgan odam Masaya yoki Masih deyiladi. Avvallari rohiblar va qirollar muqaddas moy yoki suv bilan artilgan. Agar o'sha vaqtda rohib yoki qirol bo'lmoqchi bo'lsangiz, toj kiydirish marosimidan tashqari moy bilan artish marosimidan ham o'tishingiz kerak bo'lardi. Masih so'zi ham shu kabi artishni bildiradi. Masaya so'zi grek tiliga Xristos bo'lib tarjima qilinadi. Xristos artilgan yoki silangan degani. Ular Xristos so'zining oxiridagi o'z qo'shimchasini olib tashladi. So'ngra Xrist, ya'ni Christ so'zi qoldi. Xrist so'zi ham silangan, artilgan ma'nolarni beradi. Aytganimdek, rohiblar ham, qirollar ham qadimda moy bilan artilgan. Shuningdek, bu nom Hazrati Iso alayhissalomda ham bo'lgan. Hozirda sizlar aytayotgan Jesus, uning ismi bo'lmagan. Uning asl ismi ibroniy tilida Yeshuva yoki Iso yoki Isa edi. U tug'ilganida onasi unga Jesus deb ism qo'ymagan. Negaki ibroniychada bu kabi so'z yo'q. J harfi ham yo'q. U Isus, Iso, Isa yoki Yeshuva edi. Ammo ularda, g'arbliklarda shunaqa odat, kasallik bor. J harfi mavjud bo'lmasa ham uni qo'sha berishadi. Ularda J kasalligi bor. Yusufni Joseph, Yaqubni Jacob, Yuhannoni esa John deb olishgan. J harfi bu ismlarda mavjud emas. Bu ish g'arblashtirish, lotinlashtirish deyiladi. Bu bir kasallik. Boshqa xalqlarda ham bunga o'xshash harflar qo'shish odati bo'lishi mumkin. Ammo nasroniylarda bu juda ommalashdi. Yahvo so'zini Yehova shohidlari Jehova deb olishgan. Ular ham J harfini qo'shdi. Ular din ishlarida Jacobing qilishyapti. Mening mamlakatimda Jacobing degan qoidabuzarlik bor. Ya'ni katta yo'lni kesib o'tish vaqtida piyodalar uchun ajratilgan alohida yo'ldan kesib o'tish kerak. Agar xohlagan joyimdan kesib o'taveraman desangiz, politsiya sizni to'xtatib, jarimaga tortadi. Mana shu Jacobing deyiladi. Nasroniylar ham inson ismlariga Jacobing qilishdi. Xohlagan joyda xohlaganicha. Endi esa Iso Masih haqida. Ha, biz uning yana kelishiga ishonamiz. Nima uchun keladi? Matto Injilida bu haqida aytiladi. Iso aytadi: Qiyomat kuni ko'plar menga shunday deydilar. Ya Rabbi, biz sening noming bilan va'z qilgan edik. Sening noming bilan jinlarni quvib chiqargandik. Sening noming bilan ko'p mo'jizalar qilgan edik-ku. Sizlar haqiqatda uning ismi bilan qilyapsizlarmi shu ishlarni? Yana aytasiz, biz kasalxonalar, kollej va universitetlar qurdik, kambag'allarga g'amxo'rlik qildik, jinlarni quvib chiqardik, kasallarni, ko'r va mohovlarni tuzatdik. Ammo barchasi uning ismi bilan bo'ldimi? Ular shu tarzda barcha ishni sening noming bilan qildik deganidan so'ng Iso ularga aytadi: Men sizlarni aslo tanimayman. Yo'qolinglar, ey badkirdorlar. Ko'zimdan yo'qolinglar, ahmoqlar. Men sizlarni tanimayman. Nasroniylardan so'rayman. Nega Iso aynan sizlarga yo'qolinglar deydi? Nega aynan sizlarga ko'zimdan yo'qolinglar deydi? Axir sizlar barcha ishni uning nomi bilan qilgansiz. Nega u hindularga yo'qolinglar demaydi? Musulmonlarga demaydi, yahudiylarga demaydi. Aynan sizlarga. Uni Robbi degan masihiylarga aytadi. Nega bunday? Javob bering. Nega aynan sizlarga shunday deydi? Yahudiylarga emas, hindularga emas, musulmonlarga ham emas. Nega o'z ergashuvchilariga yo'qolinglar deydi? Axir uning nomi bilan qilyapsiz-ku bu ishlarni. Ammo u sizlarga yo'qolinglar deyapti. U keladi, ma'lum ishlarni bajarish uchun yana qaytadi.
Let's say we recognize him. Kelinglar, uni ikkinchi marta keldi deb hisoblaymiz. And you shout. You cry out. Sizlar unga qarab, Jesus Christ, Jesus Christ deb baqirasiz, yig'laysiz. U sizlarga o'girilib ham qaramaydi. Chunki u Jesus so'zini ham, Christ so'zini ham umrida eshitmagan. Bular yangi so'zlar. Ularni o'zingiz to'qigansiz. Isus, Iso, Yeshua ismlarini Jesus deb olgansiz. U esa buni bilmasdan kim baqiryapti ekan deb o'ylaydi. Ular Masayya so'zini Christ deb tarjima qildi. Iso bu so'zni eshitmagan. Peter, ya'ni Butrus, Isoning bosh shogirdlaridan edi. Bir kuni Iso aynan unga bir necha marta "Oy Shimon Butrus, ko'zlarimga qara, qo'ylarimni boq" deydi. Ya'ni bu bilan Iso sen bularning eng kattasisan, sen ancha yetuksan degan bo'ladi. Butrus yo'q, uning ismi Simon edi. Simon Peter. Eshityapsizmi? Bu ism masihiylarda ko'p qo'yiladi. Bilasizmi? Butrus, ya'ni Peter ham bu ismni umrida eshitmagan. Bilasizmi? Uning ismi Simon edi. Simon juda o'jar va jangari odam edi. Xuddi irlandlarga o'xshab. Ular ham juda urushqoq, ammo jasur xalq. Shunday qilib, u Isoning shogirdlari orasida jangariligi bilan ajralib turardi. Iso unga, "Simon, sen kifssan, ya'ni qoyasan. Men shu qoyada jamoatimni quraman" deydi. Kifs so'zi ibroniychada qoya degani. Sen qoyasan. Kifssan deydi. Kifs qoya degani. Nasroniylar kifs so'zini ibroniychadan grekchaga Petros deb tarjima qildi. Butrus va Peter ismlari shundan paydo bo'ldi. Peter bu ismni umri bo'yi eshitmagan. Ishonavering. Yoki gaplarim xato bo'lsa, birorta masihiy gapimni to'g'rilasin. Qani, ayting gaplarim xato bo'lsa. Peter bu so'zni hech qachon eshitmagan. U Simon edi, Kifs edi. Sizlar esa Kifsni Petrosga tarjima qildingiz. Bu ikki so'z ham qoya degani va keyin hozirda sizlar aytayotgan Butrus va Peter so'zlari kelib chiqadi. Anglayapsizmi? Bu bir kasallik turi. Juda ko'p insonlar o'zlarining ismini atrofidagi tuzumga, irqqa moslashga urinadi. Ya'ni o'zini boshqalardan orqada qolgan deb o'ylaydi. Hatto o'z yurtim Janubiy Afrikada ham shu kasallik bor. Hozir bu yerda barchangiz yangiligingiz sabab bir-biringiz bilan muomala vaqtida o'zingizni qanday tutishingizni bilmayman. Ba'zilar Yusuf ismini qisqartirib Joe deb oladi. Fatima ismini esa Tima, xuddi g'arbliklarga o'xshab. Ma'lumki, Fatima bu payg'ambarimizning qizlari bo'lgan. Hadijani esa Dicha, Ibrohimni esa Abraham. Barchamiz shu kabi o'zini ortda qolgan deb hisoblaydiganlardan aziyat chekamiz. Nasroniylarga buni farqi yo'q. Bu esa ulkan muammolar tug'diryapti. Siz insonlar ismini tarjima qilyapsiz. Saul ismini Paulga tarjima qildingiz. Agar sizni Saul deb chaqirsak, odamlar sizni Yahud deb o'ylaydi. Agar Saulni Paulga o'zgartirsak, unda siz grek yoki rimlikka o'xshab qolasiz. Yeshua ismi ham 100% Yahud odamni bildiradi. Ammo Jesus esa siz bu ismni o'zingizga moslab oldingiz. Christni ham. Ammo Masayya so'zi ibroniychada, Masih esa arabchada haligacha mavjud. Shunday qilib, siz asl ismni yo'q qildingiz. Qur'oni Karimda Iso Masih nomidan Alloh aytadi. Maryam o'g'li Iso aytdi: "Ey Banu Isroil, albatta Alloh sizlarga yuborgan payg'ambarman. O'zimdan oldin kelgan Tavrotni tasdiqlab, مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد and giving you glad tidings of va mendan keyin keluvchi Ahmad ismli rasulning bashoratini beruvchiman." Muhammad va Ahmad so'zlari sinonim va bu bizning payg'ambarimizning ismidir.
Ahmad. Qur'on mana shunday deydi. Lekin masihiylar bu mening kitobimda yo'q. Muhammad ham, Ahmad ham yo'q deyishi mumkin. Ammo sizlarda Muhammaddan boshqa variant yo'q. Buni aniqlash uchun Bibliyadagi Yuhanno Injili 16-bobga qaraymiz. Unda Iso aytadi: "Men sizlarga haqiqatni aytaman." Iso aytayapti: "Mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir. Agar men ketmasam, yupatuvchi kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman. U kelganda dunyoga gunoh, adolat va hukm to'g'risidagi haqiqatni ayon qiladi. Gunoh to'g'risidagi haqiqat bu odamlar menga ishonmasligidir va hokazo." Iso aytayapti: "Agar men ketmasam, yupatuvchi ham kelmaydi." Biz o'sha yupatuvchini Muhammad alayhissalom deymiz. Masihiylar esa yo'q, Iso Muhammad demagan, u yupatuvchi degan deydi. Sizlardan so'rayman, Iso shu tilda gapirganmidi? Iso u yupatuvchi yo homiy deganmidi? Yo'q, u ibroniychada gapirgan, o'z ona tilida. Unda u nima degan? Buni bilmaysiz. Ibroniy tiliga eng yaqin bo'lgan arab tilidagi Bibliya tarjimasida quyidagicha aytiladi: "Lakinni aqulu lakumul haqq innahu khayrun lakum in antalika li'allahu illam antalik la ya'tikumul muazzi walakin in zahabtu ursilhu ilaykum." Bu yerda u muazzi deyapti. Iso arabcha gapirganmidi? Unday bo'lsa qanday? Afrikan tilida esa truster deyilgan. Yoki u afrikancha gapirganmi? Zulu tiliga esa umduduzi deb tarjima qilingan. Iso zuluchada gapirganmi? Aslida u nima degan? Bugungi kunda Bibliyani 2000 tilda sotib olishingiz mumkin va mana shu 2000 xil tilda u ism 2000 xil aytilgan. U aslida nima degandi? Muazzi keladi deganmidi? Yo yupatuvchimi? Yoki trustermi? Yoki umduduzimi? Qur'on esa u Ahmad, ya'ni Muhammad degan deydi. Iso aytgan asl so'z, asl ism yo'qolganligi sabab qaysidir ma'noda u Ahmad edi, u Muhammad edi deyishimning foydasi yo'q. Bu yog'iga biz qilishimiz kerak bo'lgan yagona ish aqlni ishlatish. Chuqur o'ylab, o'zingiz xulosa qiling. Masihiy birodarlar, aqlni ishlating. Endi bunga qarang. Xo'sh, u yupatuvchi kim ekan desak, u muqaddas ruh deysiz. Yupatuvchini muqaddas ruh deysiz. Muhammad ruhmi? Yo'q, albatta. Grek tilida ruh ma'nosini beruvchi so'z qaysi? Pneuma. Pneuma ruh degani. To'g'ri kelib qolsa, mana shu pneuma so'zini ham ruh so'ziga tarjima qilaverasiz. Va shunday qildingiz ham. Ruh haqida gapirib, ma'noni Muhammad alayhissalomga olib borib bo'lmaydi. Ruh, arvoh so'zlari Muhammad alayhissalomga olib bormaydi. Bu zot insoniyat tarixidagi eng pok tabiatli shaxsiyat edi. Buni barchangiz yaxshi bilasiz. Bu yerdagi yagona mushkuliyat shu. Asl so'zga nima bo'lganini bugun tushuntirib beraman. Muhammad alayhissalom muqaddas ruh emas. Grek tilida sizlar aytayotgan ruh so'zi ham yo'q. Iso aytayapti: "Agar men ketmasam, yupatuvchi kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman." Agar Muhammad alayhissalomni muqaddas ruh desak, muqaddas ruh Isodan ancha oldin ham yerda mavjud edi. O'z Bibliyangizga ko'ra, Luqo Injili 1-bobda Elizabetda muqaddas ruh bo'lgan deyiladi. Bu nima degani o'zi? Tushunmayapman. Lekin unda bo'lgan. Iso tug'ilishidan oldin muqaddas ruh bor edi. Keyin Zakariyoda ham muqaddas ruh bo'lgan deyiladi. Yana Jon Baptist, ya'ni cho'mdiruvchida ham bo'lgan. Biz uni Yahyo alayhissalom deymiz. U ham tug'ilishidan oldin onasining qornidaligida muqaddas ruh u bilan edi. Onasining qornida. Muqaddas ruh u yerda. Onasining qornida nima qilayotgan ekan bilmayman. Qarang axir, jinlarni ham Xudoning barmog'i bilan quvgyapman. Buni Bibliya aytayapti.
Iso qachonki va'z qilsa yoki davolasa, men bularni Xudoning ruhi bilan qilyapman. Jinlarni ham Xudoning barmog'i bilan quvyapman deydi. Xudoning ruhi bu muqaddas ruh. Muqaddas ruh Isoga mo'jiza ko'rsatishga yordam berdimi? Ha. Uning shogirdlarigacha? Ha, yordam berdi. Muqaddas ruh Isoning shogirdlariga va'z qilishiga, davolashiga yordam berdi. Albatta, ularga yordam bergan. Muqaddas ruh Elizabet bilan ham bo'lgan. Zakariyo bilan ham, Yahyo cho'mdiruvchi bilan ham bo'lgan, onasining qornida. Shuningdek, Iso va uning shogirdlari bilan ham birga bo'lgan. Shunday ekan, agar men ketmasam, u kelmaydi. Agar ketsam, uni yuboraman deyishdan ma'no yo'q. Bu yerda boshqa nimadir bor. Bu juda oddiy narsa. Bir narsani ko'rib chiqaylik. Shartda aytilgan kishi Muhammad bo'lishi mumkinmi? Keling, xuddi shu bobni ko'rib chiqamiz. Yuhanno 16-bob 12-oyatda sizlarga aytadigan gaplarim ko'p. Lekin endi ichingizga sig'dira olmaysiz. Ya'ni miyangiz dosh bera olmaydi. Haqiqat ruhi kelib sizlarni to'liq haq sari boshlaydi deyilgan. Haqiqat ruhi. Masihiylardan bu haqiqat ruhi kim deb so'rasangiz, muqaddas ruh deb javob beradi. Ammo qanday? Haqiqat ruhi kelib sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi, neki eshitsa o'shani so'zlab beradi. U yuz beradigan voqealar haqida sizlarga xabar beradi. U mendan eshitgan narsalarni sizlarga ma'lum qiladi va meni ulug'laydi. Xo'sh, bu haqiqat ruhi kim ekan? Muqaddas ruh. Yaxshi, agar u muqaddas ruh bo'lsa, aytingchi, o'tgan 2000 yil ichida u sizlarga nima yangi narsa berdi? Iso, sizlarga aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysiz deyapti. Endi esa biroz to'xtab, shu oyatlarni yana bir bor, biroz urg'u bilan o'qib beraman. Iso aytadi: Sizlarga aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysiz. Qachonki u haqiqat ruhi kelganida, u sizlarni haq sari boshlaydi. U o'zidan gapirmaydi. U mendan nimaniki eshitsa o'shani gapiradi. U yuz berajak voqealar haqida xabar qiladi. U mendan eshitganlarni sizlarga bayon qiladi. U meni ulug'laydi. Bir oyatning o'zida 8 ta erkak olmoshi. Bu ruhga to'g'ri keladimi? Iso bu yerda erkak jinsida u deb yotibdi. Bibliyaning hech qayerda bunga o'xshash 8 ta erkak olmoshi ham, ayol olmoshi ham bir oyatning o'zida kelmagan. Bu yagona oyat, yagona shaxs Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun. U deyapti, ruh emas. Lekin bizga buni ruh deyishyapti. Muhammad ruhmidi? Ha, Bibliya shunday deyapti-ku. Har safar Bibliyangizda ruh so'zi kelganida bu muqaddas ruhni anglatavermaydi. Chunki Bibliyadagi so'nggi kitob, Vahiylar kitobida Xudoning 7 ta ruhi dunyoga tushdi deyiladi. Sizlarda 7 ta muqaddas ruhga ishonch yo'q. Yo'q, u faqat bitta deysiz. Ammo bu yerda 7 ta ruh deyilyapti. Ruh degani hamisha muqaddas ruhni anglatavermaydi. Keyin Yuhanno Injilida, Yuhannoning 1-xabari 5-bob 4-misrada aytiladi. Ey azizlarim, barcha ruhga ham ishonib ketavermanglar. Har birini sinanglar. U Xudodan yoki Xudodan emasligini bilinglar. Chunki dunyoda soxta payg'ambarlar ko'payib ketgan. Ya'ni soxta ruh, soxta payg'ambar, haqiqiy ruh esa haqiqiy payg'ambar. Yuhanno ham payg'ambar uchun ruh so'zini ishlatyapti. Barcha ruhga ishonavermang deb, ortidan barcha payg'ambarga ishonavermang deyapti. Yana qaysiki ruh Iso haqiqiy masihdir desa, uni aniq Xudodan bo'ladi deyapti. Ya'ni payg'ambar agar Iso haqiqiy masih desa, u Allohdan bo'ladi deyapti. Yuhanno shunday deyapti. Yaxshi, kelinglar. Bu ruh, ya'ni payg'ambar Muhammad alayhissalom Isoni haqiqiy masih dermagan. Oli Imron surasi 45-oyatni oching. Unda aytiladi: Farishtalar aytdi: Ey Maryam, Alloh senga o'zidan bo'lgan kalimaning bashoratini bermoqda. Ismuhul Masih. Uning ismi Masih yoki Masayya, ammo Kristga tarjima qilindi. Hazrati Muhammad ham Isoni Masih deganmi? Ha, barcha musulmonlar ham shunday deydi. Muhammad alayhissalomning shohidligi natijasida 1 milliarddan ziyod inson Isoni haqiqiy Masih deydi.
Muhanno aytyapti, Iso haqiqiy Masihdir degan payg'ambar aniq Xudodan bo'ladi. Nega u ruhni Muhammad demayapsizlar? Bibliyada Yuhanno kitobi 3-bob 6-oyatda aytiladi. Tanadan tug'ilgan tanadir, ruhdan tug'ilgan esa ruhdir. Ruhlar tug'adimi? Qovushadimi? Yo'q. Unda qanday qilib ruhdan ruh tug'iladi? U aslida ruhga moyil bo'lganlar ruh, jismga moyil bo'lganlar tana bo'ladi degan. Sizlarni bu yerga, ma'ruzamga nima yetaklab keldi? Bu yerga kelsangiz konfet yoki shokolad beramiz deganmidik? Shunga keldingizmi? Mayli, shunday bo'ldi ham deylik. Siz konfet uchun keldingiz deylik. Unda siz materialga moyil bo'lasiz. Biror material sizni bu yerga olib kelgan bo'ladi va Bibliya tili bilan aytganda sizlar go'shtdan iborat tana, ya'ni material bo'lasiz. Agar siz biror ruhiy xohish yoki motivatsiya sabab kelganingizda, siz ruhan moyil hisoblanardingiz. Ammo siz ruh emassiz, balki go'sht va suyaksiz. Ammo sizda ruhiy moyillik ham bor. Yuhanno ham sizni mavjudlikka olib chiqadigan ruhni aytyapti. Agar tanadan iborat bo'lsangiz, unda ruh emas, go'sht bo'lasiz. Ruh degani hamisha muqaddas ruhni anglatavermaydi. Iso aytyapti, sizlarga aytadigan gaplarim ko'p, ammo endi ichingizga sig'dira olmaysiz. Agar haqiqat ruhini muqaddas ruh desak, uni barcha cherkov da'vo qilardi. Barcha nasroniylar u menda bor deydi. Yehova shohidlari ham bizda bor deydi. Rim katoliklari ham bizda bor deydi. Jimmy Swaggart-dan so'rasangiz, u ham shunday deydi. Barchasi shunday deydi. Uning 30 ta kitobidan biri aynan mazhablar haqida. U kitobda ham barcha mazhab egalari muqaddas ruhga ega deyiladi. Hammada bor bu ruh. Garchi hamma turli tomonga ketayotgan bo'lsa ham. Xudodan bo'lgan yagona ruh sizlarni har tomonga ketishingizga yo'l qo'yapti. Shunday. Birodar Swaggart o'sha kuni aytdiki, yo ikkimiz ham haqmiz, yo ikkimiz ham nohaqmiz. Yo'q, ikkalamiz haq bo'la olmaymiz. Afrikalik oq tanlilar orasida sizlarning 1000 dan ortiq mazhab va firqalaringiz bor. Qora tanlilar orasida esa 3000 ga yaqin. Amerikada 14 ta baptist cherkovlari bor va ularning har birida muqaddas ruh bor. Ammo ular turli yo'llardan ketishyapti. Uchindan ham Xudodanmi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Barchasi turli tomonga ketyapti va barchasi biz baptistmiz deydi va ularning hammasida muqaddas ruh bor. Sizlarga aytyapman, hech biringizda hali bu muammolarga yechim, javob yo'q. Iso aytyapti, sizlarga aytadigan gaplarim ko'p, juda ko'p. Ko'p so'zi birdan ortiq degani. Hech bo'lmasa shuni tushunarsiz. Sizlarga aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysiz. Haqiqat ruhi kelib, sizlarni barcha haq sari boshlaydi. Barcha, hamma so'zlari ham birdan ortiq. Nasroniy birodarlardan 40 yildan beri so'rayman. Menga ko'p emas, faqat bir dona yangilik yoki muammoga yechim ko'rsating. Yoki Iso Masih sizlarga u haqida aytib ulgurmagan bir so'zni keltiring. Barcha cherkov, barcha mazhab, barcha firqalar, muqaddas ruh sizga bera olgan bir dona narsani ko'rsating. Ko'p emas, bir dona. Iso aytyapti, endi ichingizga sig'dira olmaysiz. Mana shuning uchun u sizlarga aytmagan. Isoda qiyomatgacha keladigan barcha insonlarning har qanday muammolari uchun yechim bor edi. Ammo o'sha vaqtdagi insonlar ularning barchasini anglay olmasdi. Iso shunday deyapti axir. Ularni tushunishga miyangiz dosh bera olmaydi deyapti. Bu bayonotning haqiqati Bibliyada juda ko'p, qayta va qayta aytilgan. Iso Masih shogirdlariga aytadi: "Ey iymoni suslar, iymoni suslar. Juda oz iymon keltirganlar, ey iymoni suslar." Necha marta? Qayta va qayta. U bu haqiqatlarni ularga xuddi yosh bolaga tushuntirgandek tushuntirdi. Chunki ular nima haqida gap ketayotganini tushunishmagan. Iso aytdi, shunchalik ham befahm bo'lasizlarmi? Shunchaliga
Iso yana davom etadi: "Ey iymonsiz buzuq avlod." U o'z shogirdlarini shunday aytayapti. Yahudlarni emas. Bundan oldin u yahudlarni ko'rlar, tuzlamachilar, maqbaralar qaroqchilari va hokazo degandi. Ammo bu yerda u o'z shogirdlarini, tanlanganlarni so'kyapti. Ey iymonsiz buzuq avlod, qachongacha sizlar bilan birga bo'lishim kerak? Sizlarga yana qancha toqat qilishim kerak? Agar Iso yahud emas, yapon bo'lganida, ularga chidolmasdan allaqachon harakiri, ya'ni o'z joniga qasd qilgan bo'lardi. Ammo yahudiy bo'lgani uchun bunday qilmadi. Yana u dunyoni qattiq sevgan-ku. Ha, juda qattiq sevgan. U aytayapti, haqiqat ruhi kelganida u sizlarni to'liq haq sari boshlaydi. Bu haqiqat ruhi Muhammad deyapman. Muhammad alayhissalom payg'ambar, as-sodiqul va'dil amin bo'lgan. Ya'ni iymonli, rostgo'y, haqiqatparvar bo'lgan. U haqiqat payg'ambari bo'lgan. Yuqorida aytganimdek, haqiqat ruhi, bu haqiqat payg'ambari Muhammad. Yana u insoniyatni to'liq haq sari boshladi. Barcha muammolarga yechim keltirdi. Qani, ayting barcha dardingizni. Birodar Svegert ham juda zo'r kitoblar yozgan. Gomoseksualizm, Sodom va Gomorra, pornografiya, alkogol, ajoyib kitoblar. Tavsiya qilaman. Lekin barchasini emas. Mana bularni ayniqsa tavsiya qilaman. O'qib ko'ravering. Ammo bular yechim emas. Alkogol. Bu mavzu haqida u bilan o'sha kuni kelishib oldim. Svegert bu kitobda aytadi. Hozirda Amerikada 11 million piyonista bor. 11 million. U shunday yozadi. Mening davlatimda ularni, ayniqsa oq tanlilarni piyonista deya olmaysiz. U holda jag'ingizga musht yeysiz. Ularni spirtli ichimlik ichadigan odamlar deyishingiz kerak. Bu yaxshiroq jaranglarkan. Ammo piyonista desangiz, bu haqoratli eshitilarkan. Spirtli ichimlik ichadigan odamlar desangiz, buncha bilinmas ekan. Amerikada 11 million piyonista. Bu Svegertning so'zlari. Va yana 44 million doimiy alkogol ichadiganlar. Svegert aytayapti. Bularning orasida umuman farq ko'rmayapman. Ularning har biri bir xil, barchasi piyonista. Men aytaman, mashalloh, mashalloh. Bizda xuddi musulmonlardek fikrlaydigan nasroniy do'stimiz bor. U aytadi, muammoni hal qilish uchun oldinga bir qadam tashlashimiz kerak. Ro'yxatingizga mahalliy aroqxo'rlaringizni ham qo'shing. Chunki Rasulimiz Muhammad alayhissalom bu uch toifaning orasini ajratmagan. Ammo sizlar piyonistalar, ko'p ichuvchilar va ba'zan ichuvchilarga ajratyapsiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytgan: har qanday mast qiluvchi, xoh ko'p bo'lsin, xoh oz bo'lsin, haromdir. Hech qanday bahona ketmaydi. To'xtatasiz. U zot yana aytgan, kuchli so'zlar. Sharob tayyorlash uchun uzum yetishtirganga la'nat bo'lsin. Islomda mevali daraxt ekish savobli amal. Alloh ajringizni beradi. Sotish uchunmi, yeyish uchunmi, eksangiz bas. Alloh mukofotlaydi. Yana bir o'rinda u zot marhamat qiladi. Qiyomat soati kelganiga ishonchingiz komil bo'ldi? Misol uchun, bugun soat 12 da yer portlaydi deylik. Ammo siz ko'chat ekyapsiz. U unib chiqishi uchun 7 yil vaqt ketar. U zot aytadi, o'sha ko'chatni ekib qo'ying, Alloh mukofotlaydi. Bu zot aytayapti, agar mast qiluvchi ichimlik tayyorlash uchun uzum eksangiz, yeyish yo sotish uchun emas, balki sharob tayyorlash uchun. Mening davlatim Janubiy Afrikada Cape degan joy bor. Uzumlar juda ham go'zal tarzda o'sadi. U yer uzum yetishtirishga eng zo'r joy. Siz ham u yerga borib, 100-200 gektar yer olib uzum yetishtirsangiz bo'ladi. Ammo keyin nima qilaman? Kimga sotaman dersiz? Xavotir olmang. Hamma yerda vinofurushlar bor. Aytgan narxingizda uzumni sotib olishadi. Ammo bunday qiladigan bo'lsangiz, payg'ambarimiz aytgan, sharob tayyorlash uchun uzum yetishtirganga la'nat bo'lsin. Uni, ya'ni uzumni maydalaganga, siqqanga, uni idishga joylaganga, uni sotganga va ichganga la'nat bo'lsin. Yo'q,
Hech qanday chora yo'q sizga. Mana shu islom va mana shu muammoga aniq yechimdir. Mana shu islom. Qur'oni Karimda olamlar Parvardigori insoniyatga qarata aytadi: ey iymon keltirganlar, mast qiluvchi ichimliklar va qimor. Sveger o'z kitobida Amerika davlati aynan qimor uchun yiliga 54 milliard dollar sarflashni aytadi. Pastkashlar 54 milliard. Qimor, butlar va fol ochish barchasi shaytonning iflos amallaridandir. Bas undan chetlaning shoyatki najot topsangiz. Madinada shu oyat sababidan barcha mast qiluvchi ichimliklar to'kib yuborilgan. Mana shu birgina oyat dunyodagi eng katta alkogol ichmaydigan jamiyatning yaralishiga sabab bo'ldi. Eng ulkan jamiyatni. Birgina so'z, oyat bilan. Ammo Sveger esa sizlar musulmonlarni qo'lini chopish bilan qo'rqitasiz. Shuning uchun ular ichmaydi deyapti. Musulmonlar nega ichmaydi? Chunki qo'li, barmog'i yoki burni kesilishidan qo'rqadi. Shu to'g'rimi? Amerikadagi musulmonlardan so'rayman. Ha, bizda ham aroqxo'rlar bor. Biz o'zimizni farishta demaymiz. Ammo aytingchi, necha foiz musulmon alkogol ichadi? Hindiston, Pokiston, Janubiy Afrikada, mening vatanimda. Men maqtanib aytamanki, dunyo bo'ylab eng kam alkogol iste'mol qiladiganlar mening davlatimda, ya'ni musulmonlarda. Dunyo bo'ylab qimor o'ynash faqat bizda eng past ko'rsatkichga ega. Qamalishlar soni ham eng past darajada. Ajralishlar soni eng past darajada. O'z joniga qasd qilishlar soni ham eng past darajada. Bizda eng katta xayriya ko'rsatkichlari mavjud. Mana shular islom sababidandir. Vallohi islom mana shu. Hayotim davomida sigaret chekma deb hech kim meni qo'rqitmagan. Otam chekardi. Men qo'limni ham tekkizmaganman. Farzandlarim ham shunday. Men ularga bir marta ham aytmaganman. Hozir bir o'g'lim shu yerda, yana biri Afrikada. Men ularga hayotim davomida bir marta ham o'g'lim sigaret chekma demaganman. Hech qachon. Mayli, aytmasam bo'lmaydi. Akalarimdan biri chekadi. Ha, ammo mening o'z oilamda chekish yo'q. Hayotim davomida unga qo'l tekkizmaganman. Hech kim qo'rqitmagan ham. Otam ham aytmagan. Men o'zim xohlaganman. Qimor o'ynamaganman. Nomahram bilan uchrashmaganman. O'zimni ayollarga o'xshatmayman. Raqs tushmayman. Hech kim meni bunday qilsang qamoqqa tushasan yoki qo'ling chopiladi deb qo'rqitmagan. Menimcha, hali hech kim birortangizga agar ichsang qo'lingni chopaman demagan. Kimdir shunday deganmi? Sizni birov nazorat qiladimi? Yo'q. Amerikadagi qudratli davlatda siz masihiylar 20-yillarda taqiq haqida qonun e'lon qildingiz. Kim qildi buni? Sizlarning liderlaringiz, o'zingiz hukumatga saylagan liderlar. Kongressda, parlamentda ular taqiq haqida qonun chiqardi. Davlatni quritish uchun qancha qirg'inlar bo'ldi. Shu qonun xalq orasida ulkan yo'qotishlarga, katta fojialarga sabab bo'ldi. O'z xohishingiz bilan hukumatga saylagan boshliqlaringiz sizning nomingizdan davlatni quritish haqidagi qonunni ishlab chiqdi. Hech qanday arab hukumati, hech qanday musulmon sizlarni agar ichni to'xtatmasanglar sizlarga neft bermaymiz deb qo'rqitmadi. Sizlarda neft yo'q edi. Arablarda esa sizlarni qo'rqitish uchun yetarlicha neft bor edi. Ular hech qachon agar ichishni to'xtatmasangiz, unda sizlarga neft yo'q deyishmagan. Yo'q. O'z xalqingiz, o'z aqlingiz bilan bu qonunni ishlab chiqdingiz. Sizlar juda yomon quladingiz. Yer yuzidagi eng qudratli xalq. O'z aqlingiz, o'z targ'ibotingiz, propaganda mashinalaringiz, o'z politsiyangiz bilan shu taqiqni olg'a surdingiz va keskin quladingiz. Allohning rasuli cho'lda yovvoyi odamlar orasida turib birgina so'z aytdi va barcha mast qiluvchi ichimliklar to'kib yuborildi va qaytib tegilmadi. Mo'jizamish. Qanday mo'jiza haqida gapiryapsiz? Mana sizga mo'jiza. O'z mo'jizalaringiz bilan hech narsa qila olmadingiz. Muammolaringiz faqat ko'payyapti. Bu sizning qaysarligingizdan. Biz qayta tug'ilganmiz. Bizda endi muqaddas ruh bor. Biz endi alkogol ichmaymiz deysiz. Oldingizda bosh kiyimimni yechaman.
Barchangiz shunday deysiz, barchangiz. Men avvallari piyonista edim, marixuana chekardim deysiz. Biz uni daha yoki ganja deymiz. Yana men narkotik chekardim, men unday, men bunday qilardim, men tap tortmaydigan gey edim, orqaparast edim deysiz. Ammo endi bu ishlarni qilmayapman deysiz. Tabriklayman. Tabriklayman. Sizlarni mana shu iflosliklardan, ahmoqliklardan olib chiqa olgan nimadir bor ekan. Shunga sizlarni tabriklayapman. Ammo shuni aytamanki, sizlarni bu holatingizdan avvaldan qutqarishga uringan tizim yaxshiroq edi. Oldini olish, davolashdan yaxshiroq. Ammo endi sizlar ana bu 55 million piyonistani qutqara olmayapsiz. Muqaddas ruhingiz bilan ham, kuchli leksiyalar bilan ham, odamlarni to'plab olomon qilish bilan ham bu muammolarni endi yecha olmayapsiz. Haqiqiy yechim butunlay cheklash. Shu najosatga yaqinlashma deb aytgan yer yuzidagi yagona din islomdir. Swagger juda ko'p kitob yozibdi. Lekin yaqinda chiqishi kutilayotgan yana bir kitob ham bor. U ersiz ayollar haqida. Shunday katta muammo. Amerikada shunday katta muammo. Statistika raqamlariga qarasak, o'zingiz chiqargan statistikaga. Albatta, men o'zim sanab ko'rmaganman. Aytilishicha, Amerikada ayollar erkaklardan 7,8 millionga ko'p. Agar barcha erkak uylansa, ushbu 7,8 million ayol qiz ersiz qoladi. Ha? Mana sizga muammo. Nega shuni hal qilmaysiz? Ular erga muhtoj. Nyu-Yorkni olaylik. Sizlarga qo'shni bo'lgan shahar. Ayollar erkaklardan 1 millionga ko'p. Agar Nyu-Yorkdagi barcha erkak uylanib ketsa, 1 million ayol yana ersiz qoladi. Bunga javobingiz qanday? Muqaddas ruh nima deb maslahat beryapti? Qani ayting. His-tuyg'ularingizni Xudoga bag'ishlang. Mana shunday dedi, to'g'rimi? Sizlarga ayol kerak emasmi? Barchangiz go'zal ayolingiz bo'lishni xohlaysiz-ku. Kecha janob Swagger bilan hazillashib bunga aytgandim. Islom menga 4 tagacha ruxsat beradi deb. Hozir menda faqat bitta ayol bor, ammo menga 4 tagacha ruxsat berilgan. Men shunday dedim. U esa birozdan so'ng masihiylik faqat bittaga ruxsat beradi. Shuning uchun eng zo'rini tanlashim kerak dedi. Juda yaxshi. Men qoyilman dedim. Uning so'zlari ayolimni xafa qildi. Biroz oldin biz suhbatlashgandik. Janob Didat aytgandi. Islom 4 ta ayolga ruxsat beradi dedi. Keyin 4 tagacha deb so'zimni to'g'riladi. Men esa, yaxshi, janob Didat, masihiylik faqat bitta ayolga ruxsat bergan. Shuning uchun bir otishda eng zo'rini poylashim kerak dedim. Ammo bir dona ham ayolning muammosini hal qila olmadingiz. 7,8 millionga ko'proq ayol bor. Agar barcha erkak uylansa, ularga er qolmaydi. Nyu-York shahridagi erkaklarning 3 dan 1 gay. Men bu yerda agar barcha erkak uylansa, 1 million ayolga er qolmaydi deyapman, ammo erkaklaringizdan 3 dan 1 gay, orqaparast. Sizlarning madaniyatingiz, sivilizatsiyangiz go'zal so'zlar ostida eng jirkanch jamiyatni vujudga keltirdi. Mana shu orqaparastlar, sizlar gay deydiganlar. Shular haqida gazetada ilk bor o'qiganimda men o'ylanib qoldim. Gay degani nima ekan? Xudo haqqi, ataydan qilmayapman. Men sizlarchalik o'qimishli emasdim. Men faqat boshlang'ich ta'limda o'qigandan xolos. Men hozir shunchaki o'z pozitsiyamda gapiraman. Akademik jihatdan. Sizlar mendan o'qimishliroqsiz. Aslida men bu gay so'zini bolaligimdan, maktab vaqtimdan bilardim. Bizga bu haqida she'r o'rgatishgan ustozlarim. She'r. Mazmuni qirollar va xonimlar ertayu kech gay, ya'ni quvnoq. Shunday edi. Va davomida barchani baxtli va gay deylik degan joyi ham bor edi. Yo'q. Bu yerdagi gay so'zi ajoyib ma'nosini ham bildiradi. Ular baxtli va gay derdik.
Boshida gazetadagi so'z bu yerda nimani anglatyapti degandim. Keyin bildim, bu so'zni besoqolbozlar uchun qo'llayotgan ekansiz. Shunday go'zal so'zni shu jirkanchlarga ishlatyapsiz. Men hozir boshlovchimiz baxtli va gay deya olmay qoldim. Unda u meni jag'imga musht tushiradi. Meni haqorat qilyapsiz deydi. Yo'q. Maktab vaqtimda bu so'z go'zal, ajoyib degan edi. Keyin yana hozir. Sizlar boshqa ma'noda ishlatadigan AIDS, ya'ni yordam so'ziga qarang. Uni hozir AIDS, ya'ni orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi ma'nosida ishlatyapsiz. O'zining ma'nosi esa yordam, xayriya degani. Tushunyapsizmi? Sizlarda yechim umuman yo'q. Ammo islom yechim bera oladi. O'zingizga yoqqan ayollardan 2 ta, 3 ta yoki 4 tagacha nikohlab oling. Agar ular o'rtasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, faqat bitta bilan kifoyalaning. Sizlarda erkaklarning ortiqcha mas'uliyatga toqati yo'q. Ayollar esa erlarini boshqa bilan baham ko'rishni xohlamaydi. Qonuningiz ham buni taqiqlagan. Sizlarga farqi yo'q. Har yili 10 minglagan nikohsiz bolalar tug'ilyapti. Buni hech kimga qizig'i yo'q. Sizlarning otxonadan farqingiz qolmayapti. Agar hukumatga men ikkinchi ayolga uylansam, o'ziga ham, bolasiga ham yaxshi qarayman, javobgarlikni zimmamga olaman desangiz ham, yo'q, unday qilsang qamalasan deyshadi. Xohlaganingizcha jazman tutaverasiz, ammo uylana olmaysiz. Besoqolbozlik qonuniylashtirildi. Lesbiyanlik qonuniylashtirildi. Ammo qonuniy, tabiiy nikohga kelganda esa shu ahvol. Ko'p xotinlik eng yaxshi variant desak, yo'q, unda qamalasan deyapsiz. Aynan ko'p xotinlik sizdagi muammoga yechim. Siz esa quloq solmay o'z yog'ingizga qovurilyapsiz. Ikkinchi jahon urushidan biroz o'tib, mahalliy gazetimizda Londondan yuborilgan bir yangilikni o'qidim. Bizning davlat Britaniya bilan yaqin aloqada. Chunki biz ham inglizchada so'zlashamiz. Yana Janubiy Afrika Britaniyaga qaram bo'lgan. Shunga biz yaqin aloqada edik. Bizning davlatga ham Angliya, Germaniya va ko'pincha Londondan yangiliklar yuboriladi. Men o'sha yangiliklardan faqat kichkina bir sarlavhani o'qiyapman. 5000 nafar qora tanli Amerikaga yuborildi. Inson miyasi juda tasavvurga ustada. O'shani o'qirkanman, miyamda o'shalar birorta bir nogiron lablari yorilgan yoki yassi oyoq bo'lsa kerak degan xayol bo'ldi. U vaqtlar menda britanlar tibbiyot sohasida amerikaliklardek rivojlangan emas degan tasavvur bo'lardi. Shuning uchun ularni muolaja maqsadida yuborishayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Chunki ular nogiron, yassi oyoq edi. Men ularni shunday tasavvur qilgandim. Ammo yana o'qishda davom etib, o'sha 5000 qora tanli aslida urush vaqtida Angliyaga joylashtirilgan neger askarlarining bolalari ekanligi ma'lum bo'ldi. U yerda neger askarlar deyilgandi. Men qora tanli birodarlarimni xafa qilmoqchi emasman, lekin u yerda shunday yozilgan edi. O'sha qochoqlar urush paytida Angliyaga joylashtirilgan neger askarlarning bolalari ekan. Xo'sh, sizlardan so'rayman. Bu voqea Angliyaning g'arbida bo'lgan. U yerda avstraliyalik, Yangi Zelandiyalik, Janubiy Afrikalik, Kanadalik, Amerikalik, Fransiyalik, Polshalik hamda Britaniyalik oq tanlilarga solishtirganda qancha qora tanli askar bor edi? Ahamiyatsiz. Urushga borishdan oldin askarlarga tug'ilish sonini nazorat qilish uchun o'zlarini qanday himoya qilish haqida ko'rsatma berilgan edi. Ya'ni gonoreya yoki boshqa biror bir kasallik yuqtirib olmasligi uchun har qanday jinsiy munosabatlardan qaytarilgan. Ammo hamma o'q ham nishonga tegavermaydi. Endi tasavvur qiling, o'sha vaqtda 5000 ta valadi zino tug'ilishi uchun Angliya nasroniylari qanday buzuqliklar sodir etgan? Naqadar katta son. Tasavvur qilyapsizmi? O'sha qora tanli bolalar ingliz jamiyatiga qo'shilish uchun juda ham qoralik qilardi. Tushundingiz-a? Tasavvur qiling, singlingiz uyga bir chaqaloq olib keldi. Uning jingalak sochlari, tekis burni, kichkina yuzini ko'rib, barcha mana bu bola kim deydi. Siz esa singlim Merining bolasi deysiz. Unda mana bucha deysa, u ham singlimniki deysiz. Bu qanday bo'lishi mumkin? Biz oqmiz, otang oq, onang oq, barchamiz oqmiz.
Nega bu bola qora deysiz? Nima deysiz? Singlim bir negr bilan tanishib qolgan ekan. Bola o'shaniki deysizmi? Jirkanch. Shunday qilib, ular ham keling, ularni Amerikaga yuboraylik. Shunda ular negrlar jamiyatiga singib ketadi deb o'sha negr bolalarni Amerikaga yuborishdi. Men ularning hech birini ismini bilmayman. Ehtimol o'sha 5000 tadan birortasi hukumatga ko'tarilgandir. Biz bilmaymiz. Angliyada ayollar erkaklarga qaraganda 4 millionga ko'proq. 4 millionga. Angliyaning sharqiy qirg'og'ida esa 1.6 million. Bularni nima qilasiz? Tuzlaysizmi? Yoki ayollar tanqisligi bo'lgan Tibetga yuborasizmi? Nima qilasiz? Men aytamanki, yo'q, bu yechim emas. Ortiqcha mas'uliyatni xohlamaydiganlar ham bor. Yaqinda Kanadada bo'lganimda televizorda bir ko'rsatuvni ko'rib qoldim.